o'ng tomonimiz maftunabar texnologik chorrahasiga chiqadi, chap tomonimiz esa Chinor Piredaskirning yo'liga chiqadi. Mana shunaqa ideal lokatsiyadan 2 xonalik uyning narxiga 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Yetmagan qismini ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilib olishingiz mumkin. Deraza o'rtadan mana shunaqa chiroyli manzaraga ega bo'lgan uyimiz 4 qavatli panelli domni 4-qavatdan to'liq yevro ta'mirlangan bo'lib, oyoqdagi to'liq laminat qilingan devorlarimiz moysha bo'ylada foydalanilgan, eshik derazalari, hattoki radiator va glavniy eshigiga ham almashtirib qo'yilgan. Narxini 37.800 deyishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Uyning egasi bilan bemalol savdo qilib olish imkoniyati bor.